Xitoydan barchaga salom do'stlar. Xo'p, bugungi videomizda Xitoydagi pulli yo'llar va pulli yo'llardagi mana shunday xizmat ko'rsatish shoxobchalari haqida gaplashamiz. Xo'p, ko'rib turganimizdek, bu yerda pulli yo'l ketilgan. Buni Xitoydagi nomi Gaosu deb nomlanadi. Ya'ni o'zbekchasiga tarjima qilinganda esa baland tezlik deb tarjima qilinadi. Nomiga yarasha bemalol baland tezlikda yursanglar bo'ladi. Hech qanaqa GAIPay unaqa narsalar yo'q, faqat radarlar bor. 120-150 gacha ushlaydigan radarlar bor. Lekin ba'zi joylarda ishlamaydi. Bemalol bossanglar bo'ladi. 150 km masofa yurdik va 150 km masofaga $7 to'ladik. Ya'ni pulli yo'l uchun. Mana shu pulli yo'llarda har 50 km, 30 kilometrlarda mana shunday xizmat ko'rsatish shoxobchalari mavjud. Ichkarida esa 24 soat do'konlar, 24 soat ovqat pishiradigan oshxonalar mavjud va bu endi biroz oddiyrog'i. Xullas, kiyim sotib olsanglar ham bo'ladi yoki xizmat tovarlarni ham bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Boya aytgandek, bu biroz oddiyrog'i. Boshqa joylarda esa ko'rsanglar, haqiqiy katta moldek qilib qurib qo'yishgan. Xo'p, bu yerda agar mashinalar elektromobil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda zaryadniklar mavjud. Har xil Xitoy brendining o'zining zaryadniklari mavjud. Bemalol zaryadga to'ldirib ketsanglar bo'ladi. Lotus brendi Xitoy mashinalari haqida yomon gap gapiradigan insonlar hali bu mashinani ko'rmagansizlar. Videosini joylashtirganmiz, boshqa modelni, motorli modelni, elektromobili prosta bomba. Zapravka qilinadigan benzinli mashinalar uchun zapravka qilinadigan joylar bor. Tesla'ning zaryadniklari bor. U yerda esa narigi tomonda 4 daqiqada zaryadga to'ladigan mashina brendining zaryadnik joyi bor. Ya'ni u 4 daqiqada zaryad bermaydi. Prям batareyani sug'urib oladi degan, yangi batareyani shuni joylashtirib qo'ya qoladi. Bu haqida ham videomiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda plyus tomoni tekin parkovka, furalar turibdi. Furalar bu yerda to'xtab, bemalol dam olib, uxlab va bu yerda cho'milish xonalari bor. Cho'milib, bemalol hojatini chiqarib, uxlaydigan xonalari mavjud. Uxlab, bemalol damini olib ketsa bo'ladi. Xo'p, xullas do'stlar, Xitoydagi pulli yo'llar va ulardagi mana shunday maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari haqida endi ma'lumotga egasiz. Xitoy mashinalari haqida to'liq video obzorlar joylashtirdik. Endi esa mana shunday Xitoy haqidagi mini vlogni joylashtiryapmiz. Agar ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like qoldirsanglar, bu mini vlogimizni davom etkazamiz do'stlar. Hammaga rahmat kattagan.